Yaxshimisilar do'stlar, men Yandobayım. Bugun sizlarga so'zlaydiganimiz kino ko'rish orqali oilasidan qutqizib qolgan Shohruxxonning, Omirxonning, Sodirxon, Ishqibirnimxonning hikoyasi. Bu akimiz kino ko'rishga intayin amroq bo'lib, bu suzugligi ini xummagan tabiiy muhabbat harakatli filmlarga intayin amroq. Men mamroq. Moshunda baxtli kunlarning birida cho'ng qizi Patining savodsiz Samiyovni izlab kelib, qo'lda uning grim qimmagan oltin tatib olgan surat bog'lig'ini deydi. Hamda bugun kechda ayrim xolijaga berib ikkimiz ilm tahsil qilamdi deb tahdid soladi. O'yil muhayyadan kashf bo'lganda Patining opsi bikochganda naq maydonda paydo bo'lib qoladi. Voy, birini osi birini so'qilg'a shuapti. Sizmi keling abilla tahsil qilaylik. Qaltigimni ya, voy buzoq. Dish. Uyg'onda bexush yoqdi muhmu. Hamda qanday qilaman opa, yurgim pokpo deydi Pati. Ansirma qizim tilig'i vaka. Sig'idi ko'mtaylik. Debla oq o'yladiki qiynab-qisiq tayyorlab qo'ygan o'rakka ko'maklaydi. Ishlardan xabar topgan Omirxon o'diqmay, zerikmay, terikmay, hayajonlanmay o'zini besib olgan holda kinodan o'g'il olgan bo'yicha butun paketlarni pak-pakiz yo'qotdi. Samining opsi odatda mindingzu mangdigan amali cho'ng cho'kan bo'lib, bolasining izdiligini ololmay qo'l ostidagilarni bolasini izlashga buyurdi. Hamda eng oxirgi jipuchini Omirxonning o'yinlariga qartdi. Qo'l ostidagilar Omirxondan siz bu bolni ko'yganmi, bu bolni nima ko'ygan bu bitimiz, bu boldan bek ansirotimiz deganda Omirxon intoyin samimiylik bilan voy tong Nerede gördün tüm tam deb javob berdi. Hocamlar ketgandan keyin bu haqning yana keldiganligini bilgan Omirxon uydagilar bilan tilni bir qildi. Razog'dek javobga erishamagan Cho'kan Omirning uydagilarini uyga mungdish chiqib, o'yil muhayyadan Omirxonning uydagilarning cho'ng kichik hammasini javobini o'rtoqlik qildi. O'bijdoya, soching qonchiqa. G'ayvatxo'r qo'shni qo'limlarning eng o'rtoqsidan ansirga bu Cho'kan vaqtincha Omirning uydagilarini katkazib o'tishga majbur bo'ldi. Omirga ishonmay ganjusiga ishongan bu Cho'kan munosabatli odamlarning hammasini kelib so'raydi. Lekin javobi yana o'xshashli chiqdi. Hey, bu deydi ajab murakkablashib ketdi. Chidaquvchiligi qolmagan Cho'kan oxir Omirni akilib o'z so'raydi. Voda! Endi demaganini bir ko'ray. Zangi ularni chiqidek sot. Bu chog'da darvoza oldi odamlar bilan liq to'shqan edi. Hech qanday javobga erishamagan bu Cho'kan qor qo'lni oxir Omirxonning qizi uzatmoqchi bo'ldi. Bu qor qo'lning o'zini qop-qor qilishdan ansirgan oppoq qiz Menday. Momamni kungayaga kunbatdi. Qiz bolaning degini bo'yicha ko'pchilik darhol o'rakni qo'llashga boshladi. Qo'shni qo'limlarmi birga kelib gazir chaqqash g'ayvat qilishni boshladi. To'g'ri shopping ko'rib qo'njoqmabdiki, opsi chiqidek sotdi. Dam shu vaqtda o'rakdan chiqqan narsaga hammalar diqqat bilan qarab turadi. 3 2 1 Surprise! Oy, bu ishning bolasi ekan-ku. Kimni ishning bolasi deyapsa? Uramani og'zini buzyapti-da. Bu ish birdamda butun Hindistonga purib ketdi. Samning opsimi yuqorining besim ostida ishdan bo'shatildi. Hamda Somirxonni izlab tepib, uningdan kichik piylik bilan kechirim so'radi. Sorry, Summer. Lekin rost gap kelsak, bu bonzo nega birgitdi, ne kimdi, ne yo'qotdi. Haqiqat fonni bilmoqchi bo'lsangiz, dir shaman ko'ring.